Ah! Ah! Sho'rimiz quridi. Davmatul Jandalning holiga voy bo'ldi. Muhammad bizning kuchimiz yetmaydigan qo'shin bilan kelyapti. Qani tezda narsalarni yig'ishtiringlar. Muhammadning qo'shini yetib kelishidan oldin qochib qolamiz. Qo'rqqan narsam sodir bo'ldi. Musulmonlar karvonlarni bemalol taron-taroj qilishimizga qo'yib qo'ymaydilar. Qani tezroq ey odamlar. Sen ham tezroq bo'l ey Hanzala. Qani tezroq bo'ling. Muhammad bizning kuchimiz yetmaydigan qo'shin bilan kelyapti. Tezroq qoching. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Musulmonlar Davmatul Jandalga urushsiz kirib bordilar. Mushriklar qochib ketdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qo'shinni shahar bo'ylab tarqatdilar va natijada shaharni karvonlar uchun bexatar yo'lga aylantirdilar. Ey Allohning rasuli, Davmatul Jandallik bir kishi siz bilan ko'rishmoqchi ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ichkariga kirishga izn berdilar. Men Davmatul Jandaldanman, ey Muhammad. Qochib ketishga kuchim yetmadi. Endi meni nima qilasan? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ketishni xohlasang ketaver, lekin agar islomni qabul qilsang o'zingga yaxshi bo'ladi dedilar. Ha, islomni qabul qilaman. Guvohlik beraman. Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad Allohning rasulidir. Onajon. Onajon. Qayerdasiz onajon? Onangiz vafot etdi ey Sa'd. Sizning haqqingizga duo qilayotib joni uzildi. Nima? O'tgan kuni kasali kuchayib ketdi va kecha vafot etdi. Boqiylik yolg'iz Allohga xos ey Sa'd. Onang seni dunyoga keltirib go'zal tarbiya berdi. U jannatiy ayol inshaalloh.